Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Target xalqaro maktabining Yunusobod hamda Tinchlik filiali o'quvchilari bilan birgalikda Samarqand viloyatiga sayohat uyushtirdik va video davomida siz bilan qiziqarli barcha lavhalarni bo'lishib boramiz. Biz bilan bo'ling. Xo'p, biz sayohatimizni boshladik. O'quvchilar tayyormisizlar? Mana bugun biz Samarqandga ketamiz. Xudo xolasa zo'r aylanish, zo'r sarguzasht kutibdi. Hal davomini ko'rasizlar. Ana ko'rdingizmi? Xo'p, sayohatimiz davom etyapti. Hozir o'quvchilardan qisqa intervyu olamiz, ya'ni qanaqa taassurotda ular. Qani ketdik. Yo'q, seriyozda yaxshi ketyapti, sharoitlar yaxshi. Uxlab ketyapmiz. Uxlabda. Ikki marta uxlab bo'ldik. Nimalar kutyapsizlar endi sayohat davomida? Qancha joy spiskada bo'lgan bo'lsa, hammasini aylanib chiqishni kutyapmiz. Borganmisizlar oldin Samarqandga? Oilaviy borganmiz. Sinfdoshlar bilan birinchi. Nasiba, seni avtovalda yozdirib oldi ustozing. Xormi Ahror. Rahmat, so'msiz nimaga? Ovqat qanaqa ekan? Hali yemadim-ku, yaxshi deb o'ylayman. Hozir yegim kelmayapti. Yo'qyapti boshlanish. Uyqu kelyapti faqat. Uxlamadingizmi? Yo'q. Qo'yib vaqt yaxshi. Ha, yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa yetib olgan, xudo xolasa. Nima sababdan borgan joyingizga yana borgingiz keldi? 4 yil bo'ldi borganimga. Yana ko'rgim keldi, o'zgarishlar bo'lganmi keldi. Ovqat qanaqa ekan? Zo'r. Yaxshi ekanmi? Sayohat yoqyaptimi? Oldin Samarqandda bo'lganmisiz? Bo'lganman. Qachon? Target bilan bo'lganmisiz oldin? 4 yilcha oldin bo'lganman. Kayfiyatlar qanaqa? Ancha zo'r. Darajada. Nimaga chotki? Mazza uxladim, oz narsa yo'qmi, o'shaning uchun. Nazariga ham qarab. Bizda ham hali oldinda hamma narsa. Hali tushmadik. 5 soat yo'l. Yo'l charchatdimi deyman? Yo'q, mazza ketdi, uxlab ketamiz. Orshimiz o'zi mazza bo'ldi. Endi bu yoqni o'zi borganimizda o'zi boshqacha muhit bo'ladi. Hozirda o'zida boshqacha vibe bo'ldi. Oldin bo'lgansizlar, Samarqand. Bo'lganman, hamma joy aylanganman. Endi prosta kalika bu yoqda bolalar o'rtoqlarim uchun borolmayman. Ataga hamma joy aylangan. Zo'r. Bizda birinchi marta borish. Shuning uchun qiziqroq bo'ldi, hamma narsa. Zo'r. Yaxshi ketyapsizlarmi? Ha, chotka ekanmiz. Zo'r. Qanday endi kayfiyatlar? Bir chiroyli taassurotlar bering. Har doimgidek chotki. Har doimgidek Targetda shunaqa sayohatlar zo'r. Hammaga omad. Bossin. Natijalar qanaqa bo'lyapti? Natija chotkaga. Ha, natijalar yaxshimi? Yaxshi. Ha, bemalol. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlar hozircha yaxshi. Hozircha yaxshi. Ha, hozircha yaxshi. Eson ketyapti bolalar. Yo'ldadimi? Ha, Kayfiyatlar tushib ketmadimi hali? hali yo'q, hali yo'q. Boshlanish endi hali. Oldin Samarqandda bo'lgansiz. Ha, bo'lganmiz. O'zi Samarqandga borishingizdan hozir asosiy maqsad nima? Misol menda Samarqand zig'ir oshini yeyishda to'yib. Maqsad endi bolalar bilan, o'zimizni o'quvchilar bilan bir o'yin kulgi qilib, kayfiyatni ko'tarib, yana shu keyingi yangi haftaga yaxshi kayfiyat bilan o'quvchilarga davom qilishdi. Maqsad shu. Sizga o'qituvchilar ko'paysin ustoz. Ha, mayli. Bizning Target o'quvchilari bilan bo'lgan birinchi manzilimiz Imom al-Buxoriy majmuasi. Birgalikda ko'rib boramiz sayohatimizni. Qani ketdik.
Xo'p, hozir Target jamoasi bilan birgalikda tushlik qilyapmiz. Yana bolalardan taassurotlarni so'rab o'tamiz. Ya'ni charchadimi, charchamadimi? Kamron Xormi. Assalomu alaykum. Siz Yunusobod filiali parlament a'zosisiz, to'g'rimi? Ha, Qanday bo'lyapti? Taassurotlarni gapirib bering. taassurot yaxshi. O'zingiz yo'l boshlab turibsizmi o'quvchilarni? Qarab turibman hammaga. Yaxshi, hamma xursand bo'lib yuribmiz. Hozir Och qoldinglar-a? och qoldik endi. Keldik mana obedga. Nima ovqatlaysizlar? Oshiymiz. How is your trip is going? My trip's been going good. I've been enjoying it lately, and I like the destinations and how beautiful they look, and including the Imam Bukhari complex of how really beautiful and very well designed and structured it was. That was What like, did you find the most interesting part, like entire your trip? in my trip, I really like Kyrgyzstan, where they have multiple markets and they're very efficient in traveling, like transporting different tourists around, and the destination itself, because there are like multiple attractions in Kyrgyzstan, which I like, and different structures, historical structures and monuments, where it plays a significant role in displaying Uzbekistan history. Thank you. You are speaking as if you are in like exam IELTS, right? Qanday bo'lyapti Samarqandga bo'lgan sayohatimiz? Hammasi yaxshi. Bu bizni birinchi sayohatimiz. Endi Xudo xolasa yana Targetdan bunaqa sayohatlardan ko'p-ko'p qilib turishni so'rab qolamiz. Hozir hammasi zo'r. Hamma xursand. Keyingi manzilimiz Registon maydoni bo'ldi. Hozirda o'quvchilarimiz bilan birma-ketin magazinlarni va tarixiy obidalarni ko'rib chiqamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana Samarqandga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi va sayohatimiz davomida Imom al-Buxoriy majmuasi hamda Registon maydoniga tashrif buyurdik va bu sayohatda yordam berganimizga barcha tashkilotchilarga va Target xalqaro maktabining rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va shuni qo'shimcha qilib ayta olamanki, bizni qo'llab-quvvatlash uchun bizga podpiska bosing, like tugmasini bosishni unutmang va qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Kuzatganingiz uchun rahmat. Tashakkur.